shunday ustozlar bo'ladi, ularga nazaringiz tushgan zahoti mehringiz yeyadi. Surati, siyrati, ilmu amali chin ma'noda ilmga jon, ibratga makon ekanligini anglaysiz. Ana shunday ustozlardan biri hammamizni mana ko'z o'ngimizda bugungi davraning gavhari ham, mehvari ham bo'lib o'tiribdilarki, 80 yosh bois sizga mehri bor, ustoz shogirdlarga e'tibori bor va ayni paytda ana shunday ehtirom sabab hammamiz ustozni yana bir bor olqishlab qo'yamiz. Rizqor Haydarov albatta ustoz bu otamli ulug' degan maqom bejizga aytilmagan. Siz kabi fidoyi, mas'uliyatli, o'zini ishini yaxshi ko'radigan va o'zini tajribasini yoshlarga har doim o'rgatib kelgan ustozlarga nisbatan aytilgan deb hisoblayman. Shuning uchun ham ustoz aytiladi, nafaqat bilim beradi, balki insonni odobli, mas'uliyatli va komil shaxs bo'lib yetishishiga hissa qo'shadi deb hisoblayman. Fanni taraqqiyotiga, shakllanishiga, shakllanishiga va unda rivojlanishiga benazir hissa qo'shgan muhtaram domlamiz Rizqor Haydarov tavallud yoshlari munosabatlari bilan biz bu yerga yig'ilganmiz. alohida rutbaga ega bo'lgan bir muassasaga e'tiborni qaratmoqchiman. Chunki aynan ular olimning ham, ilmning ham rivojiga, vatanning taraqqiyotiga bevosita xizmat qilib keladi. Science and Innovation kompaniyasi direktori va ta'sischisi Rustam Baxtiyor Normanbatovich ta'kidlaydi. Hurmatli ustozlar va aziz mehmonlar, fursatdan foydalanib Rizqor Haydarovni muborak 80 yillik yubileylari bilan yana bir bor chin qalbim bilan tabriklayman. U kishiga mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy xotirjamlik, baxt, saodat va ilm-fan ravnaqi yo'lidagi faoliyatlarda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Ustozlarni yerdagi O'zbekistondagi barcha ustozlarning ustozisiz. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yana bir ajoyib xislatingiz sizni vafodorlik millatga, xalqqa, oilaga, do'stlarga, o'zingizni tizimingizga, tanlagan kasbingizga vafodorlik va ilm fanga so'zsiz vafodorlik. Мы отметили три главные опоры вашего насыщенного созидательного пути. Первый – это ученый-новатор. Ваши глубокие научные исследования и создание современных подходов, которые опередили время. Ana shu insonlardan ibrat olib, bugun mana shunday obro' e'tiborga, mavqega ega bo'lib hayotda o'z o'rnlarini topib turishibdi. Men bugun ustozlarimiz siz haqingizda va sizni psixologik portretingiz haqida, boshqalar haqida gapirishdi. Men sizni pedagogik portretingizga bir chizgi chizishni xohlardim. Chunki siz men uchun pedagog bo'lishim uchun siz meni ibratim bo'lgansiz.
munosabati bilan Sirdaryo viloyati ahli nomidan hamda shaxsan o'z nomimdan samimiy muborakbod etaman. Va bugun yana uni rivojlantirishga hissa qo'shyapmizki, ana shu qo'yilgan qadamlar bugun o'zining aksini topayapti. Rizqbay Haydarovich, men Jizzax davlat pedagogika universiteti butun ko'p sonli talabalari nomidan, ko'p sonli o'quv yurtimizning professor o'qituvchilari nomidan, shaxsan universitetimizning rektori Maqsud Abdullayevich nomidan sizga sihat salomatlik tilayman. Mehnatlaringizning hamovat rohatini ko'ring. Ana shu mehnatlaringizning amalga Qo'llabiga tushgandan aytganman, Rizqbay Haydarov, siz meni ustozim emassiz, ham otamsiz deganman. Otam uzoqda 1000 kilometr narida, shuning uchun siz otamsiz. Agar yo'limizdan adashsak, ertaga sizga ham gap tegib qolishi mumkin deb bu kishiga mas'uliyat yuklab qo'yganman. Men sizdan bitta narsani doim o'rganaman. Siz har doim pozitivsiz. Har qanaqa holatda ham hazil bor, har qanaqa holatda yumor bor va yoshimizga mos, o'zimizga xos hazil qiladilar.